Assalomu alaykum qadrli obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Bugungi ish jarayonida Cobalt zavodskoy pultini antenna blogini ko'rib chiqamiz. Undagi muammo pult ishlatgan paytda uzoqroq joydan ishlamaydigan kasallikdan kelgan. Ish jarayonini video qilib qo'yamiz. Kuzatishda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat. Mana bitta Cobalt monitorni olib qo'yganmiz. Buni bo'lib o'rnatib beramiz. Ikkovini ham tuzatib video qilib qo'yamiz yana. Mana akalar, sinab ko'rdik, rost ekan. Ishlayapti. Mana bitta simcha tashlagan edik. Pult antenna blogi ishladi. Cobalt radnoy pultida mana antenna blok. Shu narsani sinab ko'rdik, sinovdan o'tdi, ishladi. Tavsiya qilaman. Antenna blokka bitta sim tashlaymiz. Shu bilan masala hal.